Xudo xolasa mana ramamiz ham почти tayyor holatga keldi. Dazotron sistemali bo'pti. Mukamiz. Bitta motor pompa yangi bo'lib ketdi. Bu yerda 4-boks qo'shilgan hisobiga. Qolganlarini bo'yab restavratsiya qilganmiz. Xudo xolasa mana cho'tka qilib pompalarni bitta moyini aralashtirib bypasslarni to'g'ri hisobligidan qo'ydik. Pistoletni qo'yib o'rganda o'chadi. Xudo xolasa nagruska tushmaydi. Santexnikaga, shlankaga davleniya yig'ilib har xil ko'ngilsizliklar yuz bermaydi. Elektromagnetik lapilni o'zimiz O'rgizor bozoridan olamiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Air pompa 2021-yildan beri pompa bilan 20-yildan beri даже pompa bilan tanish bo'lsak, zapchastlardan muammo yo'q. Turetskiy motor. Eshitimiz mana shunaqangi holatda, xudo xolasa. Silovay plata qo'yganmiz. Relaylarni o'rniga. Past tarafda podключениялari, relay kontrol faza va alohida RZK ham o'rnatib qo'yilgan. Hamma faza qanaqa kelayotganini ko'rib turish uchun. Xudo xolasa shunga o'xshagan sifatli xizmatli kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga murojaat qilishni yaxshi bilasizlar.